Siz ham aka tashloqqa yangilik qilib bog'lot silqibsizda tayyorlab, xullas hozir tayyor akfamiz razmerimiz bu antimcha eshigi. Eshiklarimiz necha puldan boshlanadi akfalar? Eshiklar 600 mingdan boshlab 1 milliongacha eshiklar. Hozir bitta lokatsiyani aytamiz. Bu Sadda masjid to'g'risida. Tashladi Sadda masjid mana. Bu tomon Tashlar sentri. Bitta ichkani kirib ko'ramiz. Hozir mana bitta narxlarni solishtirib atrofidan ko'rib olaverasizlar. Hozir bular hammomgami aka? Hammomga. Necha pul mana shu? Shular 600 mingdan. Bu 600 ming. Qulib kali zamoygacha bor. Ham yo'q, olib borib o'rnatishi, Ovora o'rnatishni kelishaveramiz. Bir-birini necha pul o'rnatib berasiz? Aytaveraylik, hali 50-60 mingga qo'yib beramiz. 50-60 ming qo'yib berasiz. Mana shahar ichi bo'lsa. Xo'p, mana bunaqa svetlari-chi? Bular 700 ming so'mdan. Mana bu rom 700 mingmi, eshikmi? Yo'q, bu rom, mebelli svetlar, aynalar 2 qavat, ichiga metal tiqilgan bo'ladi. Nimaga u arzon 700 ming? Rom plastmassa. To'g'ri? Aha. 700 ming. 700 ming shular. Ba'dan kirsa ham bo'ladimi? Yo'q, eshigimiz qulab. Bo'ldi. Naradan kiramiz hozir. Ichkarida xo'p, eshik romdan tashqari yana aynak bor dedingizmi? Aynalar ham bor. Aynak dastlabki bepul ishi. Bepul. Mana shu aynaklarda xullas zakaz qilsalaring, borib hozir misol telefon qilsa sizga borib o'lchab, olib borib o'rnatib berishingiz ichida bo'ladi. Ichida bo'ladi. Necha pul kvadrati? Kvadrati arzon, atrofdan ancha arzon. Atrofdan ancha arzon qildilar. Bu narxini so'rab surishtirib kelishaveradi, chunki aynan o'zimizdan chiqadi, o'zimiz birinchi qo'limiz. Bundan tashqari high-tech eshiklar bor dedingiz-a? Bu eshiklarimizni necha pul mana shu high-techlar? Shu eshiklar 550 ming so'mdan. Bu ham arzon ekan haqiqatda. Bu ham arzon. Mana shu razmeri. Ha, shu razmer. Nechiga netdi? 80 ga 2 yon. 550 mingga berasiz. O'rnatib berish bilan 600 ming, 620 ming bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Ko'ryapsizlar? Narxi ham tuzukkina. Mana bu eshiklarchi, gilamli eshiklar. Bular 900 ming so'mdan bu eshiklar. Etajli eshiklari bular. Ona zo'rangan mana shu ham. Ha? Hozirgi moda bo'layotgan svet bu, seriya svet. Buni necha pul o'rnatib berasiz? Buni 100 ming so'mga qo'yib beramiz. Mashindan bizga ham zarurda uyga. Qo'yib olishing orqa tomonga. Bo'ldi. Bag'i endi skillat ekan, kerak. Xo'p, yana mana yerda svetlari bor dedingiz. Batta 3 xil, o'zi 5 xil sveti bor. Ha, 5 xil svet bor o'zi. Bunaqa dvaynoy bo'ladi. Hozir moda bo'layotgan svetlar shular. Mana shular xit hozir, mana bu ham. Bundan tashqari termo ham qilaman dedingiz. Termo ham bor. Termo xullas. Termo, EKP hamma narsa bor. Bu akfa sohasi bo'lsa, telefon qilishsa, akamizga telefon qilsalaring, xizmatdalar, tashlarni lokatsiyamiz. Farg'ona ichi, xudo xolasa dastlabkamiz bor, sog' bo'linglar.